Aftidan, har kuni bizga buyuk davlatlar raqobati davrida yashayotganimiz, qoidalarga asoslangan tartib unutilib borayotgani, kuchlilar qo'lidan kelganini qila olishi, kuchsizlar esa jabr ko'rishi kerakligi eslatilayotganim o'xshaydi. Fukudidning ushbu hikmati xalqaro munosabatlarning mantiqiy o'zgarishi muqarrarligi sifatida taqdim etiladi. Bunday vaziyatga duch kelganda davlatlar oqimga ergashish, moslashish, muammolardan qochish va itoatkorlik xavfsizlik keltiradi degan umidda bo'lishga kuchli moyillik seziladi. Biroq bu befoyda. Xo'sh, bizning imkoniyatlarimiz qanday? 1978-yilda Chex dissidenti, keyinchalik prezident bo'lgan Vatslav Gavel Ojizlar kuchi nomli maqola chop etadi. Unda u oddiy savolni o'rtaga tashladi. Kommunistik tizim o'zini qanday saqlab qoldi? Uning javobi ko'katfurushdan boshlandi. Bu do'kondor har kuni ertalab o'z derazasiga butun dunyo proletarlari birlashingiz degan yozuv qo'yadi. U bunga ishonmaydi. Hech kim ishonmaydi. Lekin u baribir muammolardan qochish, itoatkorligini ko'rsatish, yaxshi munosabatda bo'lish uchun yozuvni osib qo'yaveradi. Har bir ko'chadagi har bir do'kon egasi shunday qilgani uchun tizim saqlanib qoladi. Faqat zo'ravonlik yo'li bilan emas, balki oddiy odamlarning o'zlari yolg'on deb biladigan marosimlarda ishtirok etishi orqali. Havel buni yolg'on ichida yashash deb atagan. Tizimning kuchi uning haqiqatidan emas, balki har bir kishining uni haqiqatdek qabul qilishga tayyorligidan kelib chiqadi. Uning mo'rtligi ham xuddi shu manbadan. Hatto birgina kishi bu o'yinni to'xtatsa, sabzavotfurush o'z yozuvini olib tashlasa, bu soxta voqelik barbod bo'la boshlaydi. Kompaniyalar va mamlakatlar o'z yozuvlarini olib tashlash vaqti keldi. O'n yillar davomida Kanada singari mamlakatlar qoidalarga asoslangan xalqaro tartib deb ataladigan tizim ostida rivojlandi. Biz uning institutlariga qo'shildik. Uning tamoyillarini olqishladik. Uning istiqbolligidan foydalandik. Xalqaro qoidalarga asoslangan tartib haqidagi hikoya qisman yolg'on ekanini, kuchli davlatlar o'zlariga qulay paytda bundan chetga chiqishini, savdo qoidalari bir tomonlama qo'llanilishini bilardik. Shuningdek, xalqaro huquq ayblanuvchi yoki jabrlanuvchining shaxsiga qarab turlicha qo'llanilishini ham bilardik. Ushbu uydirma foydali bo'ldi. Ayniqsa, Amerika gegemoniyasi ijtimoiy ne'matlarni ta'minlashga yordam berdi. Ochiq dengiz yo'llari, barqaror moliyaviy tizim, jamoaviy xavfsizlik va nizolarni hal qilish uchun mexanizmlarni qo'llab-quvvatlash. Shuning uchun biz yozuvni derazaga osib qo'ydik. Marosimlarda ishtirok etdik va so'zlar bilan reallik o'rtasidagi tafovutni oshkor qilishdan deyarli qochdik. Endi bu kelishuv ish bermaydi. Ochig'ini aytaman. Biz o'tish davrida emas, balki uzilish davridamiz. So'nggi 20 yil ichida moliya, sog'liqni saqlash, energetika va geosiyosatdagi bir qator inqirozlar global integratsiyaning haddan tashqari xavflarini oshkor qildi. Ammo yaqinda buyuk davlatlar iqtisodiy integratsiyani qurol sifatida ishlatishni boshladilar. Bojlar tazyik vositasi, moliyaviy infratuzilma majburlash usuli, ta'minot zanjirlari esa foydalanish mumkin bo'lgan zaifliklar sifatida. Integratsiya sizni bo'ysundirish manbaiga aylanganda, integratsiya orqali o'zaro manfaat ko'rish haqidagi yolg'on ichida yashay olmaysiz. Jahon savdo tashkiloti, BMT, COP muammolarni jamoaviy hal qilish arxitekturasi uning o'zi xavf ostida. Buning natijasida ko'plab mamlakatlar bir xil xulosaga kelishmoqda. Ular energetika, oziq-ovqat, muhim xomashyolar, moliya va ta'minot zanjirlari sohasida ko'proq strategik mustaqillikka erishishlari zarur. Bu intilish tushunarli albatta. O'zini boqolmaydigan, yoqilg'i bilan ta'minlay olmaydigan
va himoya qila olmaydigan mamlakatning imkoniyatlari cheklangan bo'ladi. Qoidalar sizni himoya qilmay qo'yganida o'zingizni o'zingiz himoya qilishga majbur bo'lasiz. Ammo keling, bu yo'l oxir-oqibat qayerga olib borishini ochiq ko'raylik. Qal'alar dunyosi bu kambag'alroq, mo'rtroq va uzoq muddatda barqaror bo'lmagan dunyo. Yana bir muhim haqiqat bor. Agar buyuk kuchlar o'z kuchi va manfaatlarini to'sqinliksiz ilgari surish uchun qoidalar va qadriyatlar borligiga bo'lgan, hatto tashqi ko'rinishdagina da'volardan ham voz kechsalar, faqat bitimlar va savdolarga tayangan yondashuv endi oldingidek foyda bermay qo'yadi. Gegemonlar o'z munosabatlarini har safar pul manbaiga aylantira olmaydi. Ittifoqchilar esa noaniqlikdan himoyalanish uchun o'z yo'nalishlarini diversifikatsiya qiladi. Ular sug'urta sotib oladi, variantlarini ko'paytiradi va shu orqali suverenitetni qayta tiklashga intiladi. Bir paytlar qoidalarga tayangan bu suverenitet endi tobora ko'proq bosimga bardosh berish qobiliyatiga tayanadi. O'rta kuchlar birgalikda harakat qilishlari zarur. Chunki agar biz muzokaralar stoliga o'tirmasak, demak biz taomnomadamiz. Biroq buyuk davlatlar hozircha yakka o'zlari harakat qilishlari mumkin. Ularda bozor hajmi, harbiy salohiyat va shartlarni belgilash imkoniyati mavjud. O'rta kuchlarda esa bunday imkoniyat yo'q. Biz faqat gegemon bilan ikki tomonlama muzokaralar olib borganimizda, zaif mavqedan turib muzokaralar olib boramiz. Taklif qilingan narsani qabul qilamiz. Eng moslashuvchan bo'lish uchun bir-birimiz bilan raqobatlashamiz. Bu suverenitet emas. Bu bo'ysunishni qabul qilgan holda suverenitetni namoyon qilishdir. Buyuk davlatlar raqobati dunyosida o'rtadagi mamlakatlar tanlov imkoniyatiga ega, bir-biri bilan imtiyozlar uchun raqobatlashish yoki ta'sirli uchinchi yo'lni yaratish uchun birlashish. Qattiqqo'l kuchning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Chunki qonuniylik, yaxlitlik va qoidalar kuchini birgalikda qo'llashni tanlasak, ularning kuchi saqlanib qolishini ko'rmaymiz.